Obyektga chaqirishdi. Quyosh paneli qo'yilgan. Yonib ketgan. Uyda odam bo'lgan, hali ham o'chirishga uspit qilishgan, patologlar qilib qo'yishibdi. Shuning uchun mutaxassis to'g'ri tanlaylar. Arzoniga uchib 200 ming, 300 ming uylaring yonib ketishi mumkin mana shunaqa holatda. Xudo asrasin. Endi bu joyda ekspertizaga berib ham nimadanligini hozir aniqlolmaymiz, chunki juda hamma narsa yonib ketgan. Yaxshi mahsulotlar ishlatish kerak. Avtomatlarni originalidan qo'ymasangiz, mana shunaqa holat bo'lishi mumkin sizda ham. Bu joyga Axol Craft invertorni olib keltirdik. Deniz ashtalardan qo'yib beramiz, xudo xolasa. Muammo bo'lmaydi. Shuning uchun e'tiborli bo'linglar. Arzon narsa hech qachon yaxshi bo'lmagan. Yaxshi bo'lmaydi ham.